Yaponiyada Ikkinchi jahon urushi yillarida sodir bo'lgan voqealar, 731-bo'linmada sodir bo'lgan dahshatli biologik qurol tajribalari haqida eshitganmisiz? Ekran qarshisida yaqinroq o'tirib oling, sizlar bilan o'zimizning gaplar kanali biz boshladik. Hech kim bilmasligi uchun bu yerlarni ilmiy tadqiqot markazi yoki shifoxona qilib ko'rsatilgan, ammo bu yerlarda insonlar uchun zid bo'lgan dahshatli tajribaviy qurollar, ya'ni biologik qurollar sinovdan o'tkazilgan, yaratilgan. Yaqinda bir virus tarqalgan edi. O'sha hammaga mashhur dunyo bo'yicha insoniyatning yostig'ini quritgan COVID-19 virus haqida bilmagan inson qolmadi menimcha. Xuddi o'shanaqangi biologik qurollarni yaratgan. O'sha bo'lmasa ham o'shanga o'xshagan biologik qurollar, viruslarni yaratish uchun o'shanday ilmiy markazlar muqobosida tadqiqotlar joyi bo'lgan va o'shada yashaydigan olimlar ko'pincha urush tugagandan keyin g'oyib bo'lgan yoki ular ko'p jazolanmay qolib ketgan deyishadi. Insoniyat hukmdorligi, hegemonlik uchun juda katta va dahshatli tuzatib bo'lmas tajribalar va ishlarga qo'l uradi. Ulardan biri mana shu 701-bo'linma haqida bugun sizlarga so'zlab berdik. Agar videomiz qiziqarli bo'lsa, bu haqida bir necha soatlik katta bir ilmiy video qilishimiz ham mumkin. Agar qiziq bo'lsa, kommentariy yozing, like bosing, obuna bo'lishni unutmang.